Assalomu alaykum. Inspiring Education kanali obunachilari va bizni doimiy kuzatib boruvchi kuzatuvchilarimiz. Hop, bugungi video tahlilimizda kanalimizdagi Prezident maktabi saralash bosqichining 3-haftadagi, ya'ni 3-repetision testini tahlilini boshlaymiz. Bu testimiz 15 ta testdan iborat va hammasi o'sha saralash bosqichida tushish mumkin bo'lgan. O'shanga o'xshash formatda qilingan testlar. Hop. Birinchi testimiz Begzod uyidan chiqib zavodga necha xil usulda borishi mumkin. Demak, hop, Begzodning uyi biza mana uy bilan belgilangan va zavod. Mana zavod. Bu qandaydir kompaniya nimadir endi. Hop, necha xil usulda borishi mumkin deyilgan. Mana shu narsalarimizni o'chirib turaylik. Mana shu o'qlarga qarasak, chiziqlarga hammasi ham obormaydi. Qaytishi ham bor, ya'ni mana bunday bo'lganlar ham bor. Bu kelagan, bu olib kelagan. Bular oldinga yurdirar ekan faqat, masalan, bular olib qaytar ekan. Qaytguncha bo'lgan yo'l ekan. Xo'p, demak, to'g'ridan-to'g'ri uyidan zavodgacha bitta yo'l qo'shib turamiz. Xo'p, endi mana shu kompaniyagacha 3 ta yo'l bor ekan. Kompaniyadan zavodgacha 2 ta yo'l bor ekan. Demak, mana shu yo'ldan boradigan bo'lsak, biz yana bu yoqda 2 ta yo'ldan borishimiz mumkin. Har biridan. Bundan 2 ta, bundan 2 ta, bundan 2 ta, ya'ni 3 ko'paytirilgan 2. Va bo'ldi, bu yo'limiz qaytish va boshqa yo'llarimiz ham qaytish yo'llari. Shuning uchun bu yo'llardan borguncha yura olmaymiz. Bizdan faqat borish so'ralgan. 3 ko'paytirilgan 2 6, birni qo'shsak 7 bo'lyapti javobimiz. Xo'p, sinfda 24 ta o'quvchining 4 dan 3 qismi o'qituvchiga gul sovg'a qilishga qaror qildi. Nechta o'quvchi gul sovg'a qildi debdi. Shunchaki 24 ning 4 dan 3 qismini topib qo'yarkanmiz. Ya'ni bu qanday topiladi? 24 ni 4 ga bo'lib 3 ga ko'paytiramiz. 6 bu 6 ni beradi. 3 ga ko'paytirsak 18 bo'lyapti. Ya'ni 18 ta o'quvchi demak ustoziga sovg'a beribdi jami sinfdan. Tort 12 ta teng bo'lakka bo'lingan. Ahmad 12 dan 3 qismini yebdi. Mohinur 4 dan 1 qismini yebdi. Kim ko'proq tort yedi debdi. Demak, hop, 12 dan 3 va 4 dan 1 turibdi bizga. Demak, mana bu kasrimizni tepasini ham, suratni ham, mahrajini ham 3 ga ko'paytirsak, bizga nima hosil bo'ladi? Ya'ni 3 bo'lingan 12 hosil bo'lyapti. Ya'ni hop, Mohinurni yegani, bu Mohinurni yegan qismi tortni, bu Ahmadniki edi. Demak, Mohinur bilan Ahmad bir-bir mana 3 ga ko'paytirib 3 ga bo'lish, bu bir xil narsa, ya'ni bir-biri bilan qisqarib ketadi, 1 ni beradi-ku. O'shanday qilib hozir yozib oladigan bo'lsak, 3 ga ko'paytirib 3 ga bo'ldik, ya'ni hech narsa o'zgarmadi kasrimizda, lekin shuna qarasak 3 bo'lingan 12 ga to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni 12 dan 3 qismini yegan ekan. Mohinur ham o'shaning jamini birlashtirsa, demak 4 dan 1 bo'lar ekan. Shuni nimani bildiradi? Ikkalasi bir-biriga teng, ya'ni 4 dan 1 va 12 dan 3 bir-biriga teng ekan. Bu ikkalasi teng bo'lak yeganini bildirar ekan. Shuna qilib javobimiz C variant. Hop, teleko'rsatuv 1 soat 15 daqiqa davom etadi. Agar u soat 19:30 da boshlansa, nechada tugaydi va bu necha daqiqa? Hop, 1 soatimiz 60 daqiqa. H bilan belgilanardi. Inglizchasiga hour deyiladi. Hop, 1 soatimiz 60 minut. 15 daqiqani qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 75 daqiqa bo'lar ekan. Demak, variantlarda 75 topamiz. 90 emas, 105 emas, 90 emas. 75 daqiqa o'zi shundayga bitta javob qoldi. Hop, tugash vaqtini hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni 1 soat va 15 minutni qo'shib qo'yamiz. 20 yu 45 bo'lar ekan. 20 45 da tugar ekan, 75 daqiqa davom etar ekan. A javob to'g'ri. Hop, ko'p xonali sonni 15 ga bo'lganda bo'linma 247 ga teng va qoldiq mumkin bo'lgan eng katta qoldiq. Hop, demak, sonimiz bor. Bo'lingan 15 teng bo'lyapti 247 va qandaydir qoldiq. Eng maksimum qoldiq qanday topilardi bizda? Bo'luvchidan 1 ni ayirib qo'yamiz. Chunki bo'luvchidan bitta ekan bo'lish kerak, eng ko'pida. Ya'ni 14 qoldiq qolishi mumkin ekan, maksimum. Demak, biz bu yerga endi q ni o'rniga 14 yozib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni endi sonimiz necha bo'lyapti? 15 ko'paytirilgan 247 qo'shilgan
14 bo'lyapti sonimiz. Hop. 15 ni 47 ga ko'paytirsak, tagma-tag qilib ko'paytirib ko'ramiz. 35, 3, 23 3 ikkisi 12 bo'lar ekan va 247 bo'lar ekan. Hop, qo'shsak 5 bo'lyapti. 0, 1 yotdi, 7 va 3. 3705 bo'lyapti va 14 ni qo'shib qo'yamiz endi. Qancha bo'ladi? 3719 bo'lar ekan. 3719 endi 20 ga bo'lsak necha qolishini topadigan bo'lsak, o'zi o'ylab ko'rsak 3700 plus 19 sonimiz. 3700 ikkita 0 bor, 100 ga bo'linadi bu son, aniq. 100 ga bo'linadigan sonlar emas, 20 ga ham bo'linadi. Demak, bundan 0 qolib qoladi. 0 qolib qoladi. Demak, 19 ni o'zidan esa 19 qolib qoladi. 20 ga bo'lganimizda 19 qolib qoladi. Demak, shunda javobimiz 20 ga bo'lganimizda 19 qolib bo'lar ekan. Va mana shu o'zi javob bo'lyapti. Shunchaki bo'lib ko'rsak ham, masalan, 3719 ni bo'lsak 20 ga, hop, 37-da bittadan 170 17 tushyapti. 171 ni ichida hop 8 tadan bersa, 8 kerak 160. Ayirsak 119 bo'lyapti. Ya'ni hop 5 tadan beramiz, 100 dan ayirsak biza demak bu 19 qoldiq bo'lib qolib ketyapti. Shuning uchun C javobimiz to'g'ri. Hop. 6-savolga o'tamiz. Ko'pyoqlik, ya'ni ko'pyoq shaklining 8 ta uchi va 12 ta qirrasi bor. Ayrim yuzlari to'g'ri burchak, qolganlari kvadrat. Bu qanday ko'pyoqlik va uning nechta yuzi bor debdi. Hop, 8 ta uchi bor ekan. Keyin 12 ta qirrasi bor ekan. Yana bitta 3, yana bitta 3. Mana shuni 3 bo'lyapti. Hop, demak, bunda nechta qirra bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qasr qolib ketdimi? Qaytadan hisoblaylik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya'ni hop, beriladi. Yonboshida bittadan, tepadan hisoblasak, 4 tadan, bu ham 4 tadan va hop, mamdagi balandliklarni hisoblasak 4 tadan, ya'ni 12 ta qirrasi bor va 8 ta uchi bor. To'q, dumaloq. Hop, nuqtalar bilan belgilayapman. Demak, lekin nima deyapti? Bunimiz hop kubga o'xshab qoldi, ya'ni hamma tomon kvadrat, lekin bunda ayrim yuzlar to'g'ri burchak deyilyapti. Demak, bunda uzunroq bo'lishi kerak. Hop, mana shunday shaklimiz ekan. Uzunroq va qolganlari kvadrat. Masalan, pastini kvadrat deydigan bo'lsak, tepasi ham kvadrat bo'lsa, bu yoqlari 4 ta yuzasi to'g'ri burchak bo'ladi va bu shaklimiz nima deyiladi? To'g'ri parallelipiped deyiladi. Ya'ni o'zi to'g'ri burchaklar. Shuning uchun to'g'ri parallelipiped yuzi nechta bo'ladi? Hop, bitta, ikkita, bular orqalarida bitta-bittadan yana 4 ta, tepasi va pastini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 6 ta bo'ladi jami yuzi. Va parallelipiped deb nomlanadi. Demak, to'g'ri javobimiz B bo'lyapti. Hop, hozir soat 18:25, Adibaning ertaga soat 8:15 da boshlanadigan sport musobaqasi bor. Sport musobaqasining boshlanishiga qancha vaqt qoldi? Hop, birinchi 20:00 gacha hisoblab ko'raylik. Ya'ni 00:00 gachada 18:25 ni ayiradigan bo'lsak, 35 bo'lyapti. Va o'zi bitta beriladi, 23 dan 18 ayirsak 5. 5 soat 35 minutdan keyin bu 00:00 bo'ladi va yana 8 minuti 15 8 soat 15 minut qoladi musobaqagacha. Yana qo'shib qo'yadigan bo'lsak 0, 5 va 10 demak, 14 chiqdi. Yo'q, 13 ni o'zi bo'lar ekan. Ya'ni 50
va 13 ni o'zi 8 ga 5 qo'shsa 13 ni o'zi bo'lar ekan. 13 soat u 50 daqiqa bor ekan. O'sha 18:25 dan 13 daqiqa 50 minut 13 soat va 50 minut hisoblasak, biz ertasi kungi soat 8:15 ga borar ekanmiz. Xo'p, shunday qilib javobimiz to'g'ri bo'ldi. Tepadagi sonda qizil rangli raqam nimani ifodalayapti? Xo'p. Bunda ko'plar adashishi mumkin. Ya'ni ayrimlar to'liq sonni belgilab qo'yadi, javobimiz berilganda. Ayrimlar 9 ni ifodalayapti deb o'ylaydi. To'g'ri, 9 ni o'zi turibdi, qizilga bo'yalgan, 9 ni ifodalayapti deb o'ylaydi. Yo, lekin o'zi sonda o'ylab ko'radigan bo'lsa, bu qaysi o'rinda turibdi? Masalan, to'r birlar xonasida turibdi, to'r 9 o'nlar, 3 yuzlar va 5 minglar xonasida turibdi. Bu yerda 4 bizda 4 ni ifodalaydi, 3 30 ni yuzlar xonasida turgani uchun 300 ni ifodalaydi. 5 ni oladigan bo'lsak, minglar xonasida turgani uchun 5000 ni ifodalaydi. 90 ga keladigan bo'lsak, o'nlar xonasida turgani uchun 90 ni ifodalash kerak. 90 to'g'ri ham emas, 9 ham emas va butun sonni ham ifodalamaydi. Faqatgina 90 ni ifodalayapti. 9 raqamimiz. Xo'p. 5 ta sonning o'rtacha qiymati 12. Agar ulardan bittasi olib tashlansa, qolgan 4 tasining o'rtacha qiymati 11 bo'ladi. Qaysi son olib tashlandi debdi. Demak, xo'p, sonlarimiz bor. Masalan, A1 qo'shilgan A2 qo'shilgan A3 4 va 5. Va nechta elementimiz bo'lyapti? Sonimiz 5 ta son bo'lgani uchun 5 ga bo'lamiz o'rta qiymat topish uchun va bu bizda 12 bo'lyapti. Xo'p, demak, 5 ga bo'linganda 12 bo'lgandan keyin jami raqamlar, mana shu sonlarimiz yig'indisini topa olamiz, to'g'rimi? Ya'ni 5 gacha yig'indi demak 60 ekan. Va shundan qaysidir son ayirib tashlanyapti. Endi bizda nima bo'lyapti? Qaysidir son olib tashlandi, bittasi olib tashlandi. Endi 4 ta qoldi, to'g'rimi? Mana 5 ta olib tashlandi deylik. A2 qo'shilgan A3 qo'shilgan A4 bo'lingan endi 4 teng bo'lyapti 11 ga. Demak, xo'p. Endi 4 gacha A4 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi 4 ni 11 ga ko'paytmasiga teng, ya'ni 44 ga. Xo'p. A bilan 4 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi 44 bo'ladigan bo'lsa, mana tepada bizda A bilan 5 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi 60 lik berilgan. Ya'ni demak, bu yerda A4 ham bor. Mana shungacha bo'lgan sonlarni 44 deb olsak va A5 ni qo'shganda 60 bo'ladi desak, bizga tushirib qoldirilgan, ya'ni keyingisida olib tashlangan sonimiz qiymati kelib chiqadi. 60 dan 44 ayiramiz, 16 bo'lib qolyapti. Mana shu sonimiz, demak, ikkinchi hisoblanguncha 4 ta qolganda mana shu 16 soni shunday olib tashlangan, keyin o'rtacha hisoblansa 11 ga tushgan. B javob ekan. Xo'p, Rasulning kundaligida 45 ta sahifa bor. U sahifalarni raqamlash uchun nechta raqam ishlatgan? Demak, 45 ta sahifa bo'ladigan bo'lsa, birinchi 1 dan 9 gacha bo'ladi, 1 dan boshlangandan keyin va bunga 9 ta raqam ishlatiladi. 9 ta raqam. Endi ikki xonalilarni hisoblaymiz, ya'ni 10 dan 45 gacha. Masalan, 45 gacha hisoblaymiz desak 35 bo'ladi. 10 ni o'zi ham kirishini hisoblasak 36 ta ekan. Lekin bular har bir ikki xonali 2 ga ko'paytiramiz, shuning uchun 72 ta raqam ishlatilgan bularni raqamlash uchun. Ya 72 raqam 72 ga 9 ni qo'shib qo'ysak 81 ta kerak bo'lar ekan jami bizga. Hop. 11-savol. Poygada siz shunday o'rindasizki, sizdan orqadagi odamlarning 3 dan 1 qismiga teng qatnashuvchilar sizdan oldinda ketyapti. Poygada jami 120 ta ishtirokchi bo'lsa, siz yana nechta odamdan o'tsangiz ikkinchi o'ringa chiqasiz deb. Hop. Demak, biz mana shu yerda ketamiz. Hop, birinchi o'rin mana shu yerda ketyapti deylik. Va mana shuncha odam oldimizda bor. Va mana shundan 3 tasi orqamizda. 2 ta va 3 ta orqada. Mana shuni x deb belgilasak, bu ham x, bu ham x bo'ladi. To'g'rimi? Demak, 3x qo'shilgan x bo'lyapti. Buni 3x deb olamiz ham. Xo'p, qo'shilgan x bo'lyapti va bitta biz o'zimiz turibmiz mana shu yerda. Va qo'shilgan 1. Jami 120 ta ishtirokchi ekan. O'sha jami ishtirokchiga tenglaymiz. Xo'p, bizda noma'lumlar 4x, ma'lumlar
1 bu yoqqa o'tkazib yuborsak 120. Hop, x ni topish uchun ikkita tarafni ham 4 ga bo'lamiz. X imiz bizda 30 bo'lyapti. Hop, ya'ni 30 ta odam bizdan oldinda ketyapti. Biz 31-chi bo'lib ketayotgan ekanmiz. 31-chi ekanmiz. Hop, bizdan nima so'ralgan? Siz yana nechta odamdan o'tsangiz ikkinchi o'ringa chiqasiz. Hop, oldimizdagi hammadan 30 ta odamdan o'tib ketsa, biz birinchi o'rinda bo'lamiz. Mana shu yerda bo'lamiz. Ikkinchi o'rinda bo'lish uchun oldimizda yana bitta odam bo'lishi kerak. Biz mana shu yerda bo'lishimiz kerak. Ya'ni 29 tadan o'tib ketishimizga to'g'ri keladi. 29 ta odamdan o'tib ketsak, biz ikkinchi o'ringa chiqar ekanmiz. Oldimizda bitta odam qolar ekan. Hop, shunday qilib javobimiz B javob. To'rtburchakning bo'yi enidan 6 cm uzun. Demak, eni va bo'yi. Eni A deb belgilaydigan bo'lsak, bu A + 6 bo'lyapti. Hop, perimetr 52 cm bo'lsa, uning yuzi qancha? Demak, A ga perimetr qanday topilardi bo'lsa, enini bo'yiga qo'shib 2 ga ko'paytiramiz. Va shu 52 ga teng bo'lishi kerak. Hop, ikkita tarafni ham 2 ga bo'lib olamiz. Bizda 2A qo'shilgan 6 teng bo'ladi. 52 ni 2 ga bo'lsa 26 ga. Demak, 2A bizda 6 ni ham bu yoqqa minus o'tkazsak 20 bo'lyapti. A 10 bo'lib qolyapti. Demak, eni 10 ekan, bo'yi 16 ekan. Endi yuzani topguncha nima qilardik? Enini bo'yiga ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni A ni A + 6 ga ko'paytirishimiz kerak. 10 ko'paytirilgan 16. Hop, 10 ga ko'paytirguncha bitta 0 yozib qo'yamiz. Ya'ni 160 santimetr deb berilgan bo'lsa, santimetr kvadrat bo'ladi. Yoki mana bunday. Hop, shunday qilib javobimiz, to'g'ri javobimiz A variant bo'lyapti. Hop, bir quti to'lganda massasi 45 kg tashkil qiladi. Qutidagi buyumlarning yarmi tashqariga chiqarilganda, qolgan narsalar va qutining massasi 33 kg tashkil qiladi. 6 ta bo'sh qutining massasi qancha deyilibdi? Hop. Demak, bo'sh quti, ya'ni B deb olaylik va narsalar birgalikda 45 kg tashkil qilyapti. Hop. Endi yana bizda bo'sh qutini o'zi og'irligi qo'shilgan yarimta narsalar, o'sha narsalarni yarmi chiqarib tashlandi, yarmi qoldi. Birgalikda 33 kg tashkil qilyapti. Hop, bizda butun o'zi nimaga teng edi? Yarim plus yarimga. Mana shuni o'rniga olib qo'yamiz. Tepani yozib oldik, mana shu ko'rinishda, ya'ni 45 ga tengligini. Endi mana shuni o'rniga biz 33 ni qo'yib yuborsak bo'ladi, chunki 33 ga tengligi bor edi bizda. 33 ga yarimta narsalarning og'irligini qo'shadigan bo'lsak, 45 kg bo'lishi kerak. Demak, yarimta narsalarning og'irligi 12 kg ekan. Demak, narsalarning butun og'irligi o'zi 2 ga bo'linganda 12 bo'ladi. Demak, butun og'irligi 12 ko'paytirilgan 2 bo'lar ekan. Ya'ni 24 kg. Hop, mana tepada yozib oldik. Narsalar qo'shilgan bo'sh quti 45. Narsalar 21 edi, 24 edi. Demak, bo'sh quti 21 kg ekan. Bizdan nima so'ralgan? 6 ta bo'sh qutining massasi so'ralgan, ya'ni 6 ko'paytirilgan B. B bizda 21 ligi aniq. Ko'paytirsak 126 kg bo'lar ekan. Demak, javobimiz C variant bo'lyapti. Hop. Eng uzoq masofa qaysi deb so'ralibdi? 3500 cm. Santimetrdan metrga aylantirib olsak, 100 ga bo'lamiz, ya'ni 3500 ni bo'lamiz 100 ga. Nollarni qisqartirib tashlaymiz. Bu 35 metr bo'lar ekan. Bu variantimiz o'zi metrda ekan, 65 metr. Bu 75.000 millimetr. Birinchi millimetrdan santimetrga o'tish uchun 10 ga bo'lamiz, ya'ni 7500 santimetr. Endi bu teng bo'lyapti 7500 bo'lingan 100 metrga. Ikkita nollarni qisqartirsak 75 metrga teng bo'lyapti. C javobimiz 75 metr ekan. D javobimizga qarasak, detsimetrda 155 detsimetr teng bo'lyapti. 155 bo'lingan 10, ya'ni 10 detsimetr o'zi 1 metr. Ya'ni 15,5 metr bo'lyapti. 155 detsimetrimiz
va eng uzun endi qaysi bo'lyapti? 35, 65,5, 75 va 15. Bizda eng uzuni 75 metr ekan. C javobimiz millimetrlarda ifodalangan bo'lsa ham, lekin eng uzun masofa o'sha ekan. Xo'p, Amir shimolga qaragan. U soat yo'nalishi bo'yicha 90 gradus, so'ng soat yo'nalishiga teskari 180 gradus burildi. U endi qaysi tomonga qaragan? Demak, xo'p, bizda Amir mana shu yerda turibdi. Shimolga qarab turadi boshida. 90 gradus soat yo'nalishi bo'yicha burildi. Mana yoqqa qarab, o'ngga qarab, demak shimolga qarab qoldi. 90 gradus bo'ldi. Shimolga qarab turibdi. Endi soat yo'nalishiga qarshi hamda orqaga qarab qaytish kerak. 180 gradus aylanibdi. Ya'ni aylanib turib, mana yoqqa kelib qopti. Va endi u qayerga qarab turibdi? Kompusimizga qarasak, g'arbga qarab turibdi. Demak, to'g'ri javobimiz B variant bo'lyapti. Xo'p, shu bilan aziz kuzatuvchilarimiz, repetision testimizni ham o'z yakuniga yetkazdik tahlilni, ya'ni Prezident maktabi saralash bosqichi uchun qilingan repetision testni. Qolgan testlarimizda ham faol qatnashishingizni va videolarni ko'rib, tushunmagan misollaringizni o'rganib borishingizni so'rab qolamiz va agar yanada tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring deb qolamiz va boshqa video darslarda ko'rishguncha, xayr.